Tezkor xotira va SSDlar juda ham oshib ketgan paytda o'zingiz uchun kerakligini tanlab olish bu juda ham dolzarb mavzu deyishim mumkin. Tezkor xotira bittasi $50 tursa, bittasi salkam $100 turadi. Nimaning evaziga? Hattoki gigabaytlar va chastasi ham bir xil. Mana shu muammo sizni qiziqtirayotgan bo'lsa yoki o'zingizni ishingiz uchun qancha tezkor xotira tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bugungi videoni oxirigacha ko'rish orqali o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Xo'sh, tezkor xotira. Kompyuter yig'ayotganda protsessor, plata va kuller tanlab olganimizdan keyin eng muhimi bu mana shu qo'limdagi operativkalarni tanlash. Birinchi ma'lumot form factor. Bu operativkalar qaysi kompyuter uchun mo'ljallangan? Shaxsiy kompyuterlar uchun bo'lsa bu odatda DIM deyilsa, notebooklar uchun esa bu SO-DIM deyiladi va ularning o'lchami, ko'rinishlarida farqi bor. Yana ham kattaroq varianti bu server kompyuterlari uchun mo'ljallangan operativkalar hisoblanadi va nomlarini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Undan keyingisi esa bu operativkalarni nechinchi avlod ekanligi. Misol uchun DDR3, DDR4, DDR5 kabi so'zlarni eshitamiz. Bular aslida protsessor yoki video kartani emas, to'g'ridan-to'g'ri mana shu operativkaning avlodlarini nomlari hisoblanadi. Misol uchun DDR3 operativkalar Intel birinchidan toki 6-avlodigacha bo'lgan oraliqni olgan bo'lsa, AMD esa bu FX seriyasi hisoblanar edi. DDR4 aynan Intel 6-dan toki 14-avlodigacha ishlatsanglar bo'ladi. Ultralar esa hozirgi kunda bu DDR5 hisoblanadi. Ryzen'da esa biz bilgan o'sha Ryzen'ni 1, 2, 3 va 5-avlodlari barchasi DDR4. Undan keyingi 7, 9-avlodlari hozirgi kunda bular DDR5 hisoblanadi. Agar sizning kompyuteringiz DDR4 bo'ladigan bo'lsa, uni DDR5 operativkani olib kelsangiz, bir-biriga tushmaydi. Sababi ularning tishlari, ya'ni tushadigan o'lchamlari bir-biridan keskin farq qiladi. Shuning uchun protsessor yoki platani almashtirgan paytda operativkani ham almashtirish kerak emasligini o'ylab ko'ring. Aytgancha Intel aynan 13-14-avlodlar ham DDR4 ham DDR5 bilan ishlagani uchun qaysidir ma'noda hozirgi kunda juda ko'pchilik yig'ayotgan zborkalar hisoblanadi, ayniqsa 13-avlod. Ryzen protsessorlar esa hozirgi oxirgilari to'g'ridan-to'g'ri DDR5 ga o'tib ketgan. Operativka haqida tanlash boshlab ketdik. O'zi operativka nima kerak deydigan bo'lsangiz, aynan siz Windows yongandan keyin istalgan dastur ochasiz, yopasiz. Misol uchun brauzerlarga kirib chiqasiz, ya'ni turli o'yin, bir vaqtda o'zida Photoshop, montaj ishlarini qilgan paytingizda, ya'ni o'zining nomi bilan bu tezkor xotira hisoblanadi. Ya'ni ishlaringizni eslab qoluvchi vaqtinchalik keyingi perezagruzkagacha bu mana shu operativka hisoblanadi. Shuning uchun operativka qancha katta bo'lsa, bir vaqtda o'zida shuncha ko'p programmani va shuncha ko'p brauzerda ham sahifalarni ochishingizga yordam beradi. Ana endi savol, o'zi necha operativka kerak? Hozirgi kunda ofis ishlari, kundalik hayotda ishlatishimiz uchun bemalol 8 GB DDR4 mi, DDR3 mi farqi yo'q, yetib ortadi. Agar endi siz orada o'ynab turadigan bo'lsangiz yoki qisqa videolar montaji, hattoki o'rta darajada 4K videolar montajiga ham bemalol 16 operativkali zborkalar yig'ishingiz mumkin. Yo'q, men 2K 4K o'yin o'ynamoqchiman, 4K videolarni yuqori eksport qilmoqchiman, 3D ishlarini bilan yaxshiroq shug'ullanmoqchiman desangiz, kamida 32 GB operativka yig'ishingiz kerak. Yo'q, men After'da kompyuter juda ham silliq ishlashini xohlayman. O'yinlarni kamida 4K da o'ynayman. 4K yoki 8K kamerada olingan videolar bilan ishlayman desangiz, unda marhamat 64 GB lik operativka tanlashingiz mumkin. Ya'ni endi 128, 256 kabi operativkalar ham bor. Bular asosan server kompyuterlar yoki aynan ferma qilish uchun, ya'ni 3D studiyalarda bitta shunaqa kuchli kompyuter bo'ladi, boshqa kompyuterlarda yengil ishlarni qilishadi. Aynan eksport qilish, render qilish paytida o'sha 256 operativkali kompyuterga berib qo'yadi. Ya'ni u kompyuter asosiy ishi tinmasdan render qilish hisoblanadi. Xuddi protsessorlar singari bizlarning ushbu operativkalarni ham ishlash chastasi bor va tabiiy holki chasta qancha yuqori bo'lsa, bu operativkamizni shuncha yaxshi ishlashidan dalolat beradi, lekin yana bitta nojoy bor. Misol uchun bitta operativka 16 GB 3200, misol uchun $50-60 tursa, ikkinchisi ham xuddi shunaqa-ku, lekin u $90 va $100 turadi. Nimaga? Mana shu joyda endi bizga timing degan tushuncha yordamga keladi. Ya'ni axborotlarni qabul qilish, uzatish, umuman ishlash paytdagi tezlik bu bizdagi timing hisoblanadi. Ya'ni timing qancha past bo'lsa, shuncha operativkamiz yaxshi ishlaydi degani. Endi boyagi mavzuga qaytamiz. Bittasi
$50-60, bittasi $100. 16 3200 25-30% sizda taymingi pastroq bo'lgan operativga haqiqatdan ustunlik beradi. Ana endi bilib oldik qancha operativga kerak, chastasi baland bo'lgani albatta yaxshi ekan, taymingi pastroq bo'lgani yaxshi ekan. Tayming mabodo qanaqaligini bilmasangiz, istalgan operativani modeli bilan internetga yozsangiz, u haqidagi ma'lumotlar chiqadi, taymingini bilib olishingiz mumkin. Ba'zan g'alati narsani ko'ramiz, kimdir AMD bilan sborga qo'ygan bo'ladi, lekin unga XMP deb yozilgan operativkalarni qo'yib qo'yishadi va operativka o'zini kuchini to'liq namoyish eta olmaydi. XMP sababi Intel prosessorlari uchun ishlab chiqarilgan. Agar operativkangiz korobkasining ustiga Expo deb yozib qo'ygan bo'lsa, bu AMD prosessorlari uchun ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Xullas, operativkalarni razgon qilsa bo'ladi, ya'ni yana ham kuchliroq ishlaydi, hatto chastasi va taymingini ham Expo yoki XMP ni qo'llab-quvvatlash orqali operativka yana ham to'laqonli kuchida ishlab beradi. Agar operativkada ham XMP ham Expo yozilgan bo'lsa, bu yana ham yaxshi. Ya'ni bu gibrid degani ham Intel bilan, ham AMD bilan ham zo'r ishlab ketadi. Faqat bunaqa operativkalar sal narxi yana ham qimmatroq bo'ladi. Endi mana hozirgi qo'limdagi operativkada ko'rinmayapti, lekin operativkadagi rang degan narsalar bor. Ya'ni mana bu joyida kichkina to'rtburchak mayda nimalardir xuddi yopishtirib qo'yganga o'xshab ko'rinadi va ba'zi operativkalarda bu faqat bir tarafida bo'lsa, ba'zilarida ikkita tarafida ham bo'ladi. Xo'sh, bu nima uchun kerak? Bularning soni qancha o'zi ko'p bo'lsa, operativkamizni nima deydi, ya'ni yaxshiroq sizga xizmat qiladi, ya'ni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam. Va shuni ham inobatga olingki, agar bitta operativkangizni shunaqangi ranglari faqat bir tarafda bo'lsa, ikkinchisida ikkala tarafda bo'lsa, demak, ikkalasini birga ishlatmaganingiz yaxshi. Iloji boricha operativka ishlatayotgan paytda ikkalasini ham aynan bir xil model, bir xil firma, bir xil tayming, bir xil chastaligini ishlatganingiz yaxshi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, aynan operativkalarda dual channel degan narsa bor. Ya'ni bitta operativga 16 qo'ygandan ko'ra ikkita 8 qo'ysangiz, yana sizga qo'shimcha 20-25%, ya'ni kuchliroq ishlab beradi degan. Oddiy tilda aytadigan bo'lsa, bitta kuch ko'proq bolaga ishlatgandan ko'ra ikkita o'rtacha kuchga ega bo'lgan odam unga qaraganda tezroq ish qiladi. To'g'ri, ikkalasi bir xil ko'tarishi mumkin, lekin ikkita odam bo'lganiga ular tezroq ish qiladi. Operativkada ham xuddi shunaqa, hatto montajda ham, o'yinda ham ba'zi joylarda 30-40% sizga farq beradi. Ya'ni bitta dona operativka ishlatgandan ko'ra ikkita yoki 4 ta ishlatganingiz yaxshi. Faqat bitta joyga e'tibor qaratinglar. Aynan operativkani ikkita yoki 4 ta ishlashini plata va prosessor ham oldin qo'llab-quvvatlashi kerak. Ana undan keyingisi operativkani zo'rini oldingiz, chastasi haqiqatda baland, tayminglari ham past, hammasi zo'rda, lekin kompyuteringizga qo'ysangiz, sizda qanaqadir juda ham bir kuchsizroq ishlayapti. Bunga sabab operativkangiz 3200 bo'lgani bilan platangizda 2660 qo'llab-quvvatlashi yozilgan va prosessor ham maksimum 2666 da ishlaydigan bo'lsa, buni qanaqa qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Ya'ni plata bilan prosessorga ham operativkani to'laqonli kuchini namoyish qilishi to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shuning uchun maksimum prosessoringiz kuchi yetadigan o'zi operativkani tanlaganingiz yaxshi. Ba'zan ko'ramiz, endi bu qo'limdagi operativka sal kattaroq, mana shu operativkani yarmiga keladigan, ya'ni low profil ko'rinishdagi operativka ham bo'ladi. Bu ko'pincha ofis ishlari va yengil ishlar uchun mo'ljallangan ishlada yoki juda ham ixcham kompyuterlarda ishlatsanglar bo'ladi, lekin iloji boricha bunaqangi kattaroq ko'rinishida, hatto bunaqangi ustida radiatori bor variantini tanlasangiz bo'ladi. Endi buni podsvetkasi ham bor, RGB podsvetkanda bu faqat tashqi ko'rinishga, chiroyga yordam berishi mumkin, lekin eng muhimi bunaqa ustida radiator, ya'ni oddiy qilib aytganda temirchasi bo'lishi, bu operativka qizigan paytda nisbatan issiqlikni o'ziga oladi va sal bo'lsa ham gradusni tushirib beradi. Shuning uchun radiator bo'lgani albatta yaxshi. Bo'lmasa, shunaqa variantlar ham bor. Hatto zakaz qilib, qanaqadir radiatorlarni yopishtirib ham qo'yishadi. Menimcha bugungi video orqali siz endi operativka necha gigabaytligini tanlash, chastasi, undan ham muhimi, aynan ikkita operativka o'rtasida narx bunchalik katta farq qilishini bilib oldinglar, chunki tayming bu juda ham ko'p narsalarni hal qiladi. Ayniqsa kontrlarda baland FPS berishni xohlasanglar, ham chastasi baland, ham taymingi pastroq qolaversa, sizni prosessoringizga mos, ya'ni XMP mi, Expo mi, shu joylarga e'tibor qaratib xarid qilganinglar albatta o'zinglar uchun yaxshi. Sifatli operativkalar va ularga beriladigan ishonchli garantiya bilan Edge Computers orqali sizlar tezkor xotiralarni xarid qilishinglar mumkin. Shu kabi videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosish, kommentariyada fikringizni yozish, yaqin do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Yana qaysi qurilma tanlash haqida video qilishimizni xohlagan bo'lardinglar, buni ham kommentariyada yozib keting. Bu albatta biz uchun juda ham qiziq. Keyingi videolarda ko'rishguncha